Bugun sizning yo'lingizga gullar poyandoz. Bugun dillar siz tomonga etmoqda parvoz. Sha'ningizga qancha ta'rif taqsin aytsak oz. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Bugun sizning yo'lingizga gullar poyandoz. Bugun dillar siz tomonga etmoqda parvoz. Sha'ningizga qancha ta'rif taqsin aytsak oz. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Qadri bilinadi menga endigoh. Olis maktabimning o'sha behasham Navoiyku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Ko'ksot, bezovtajonlar, ammo qanoatda tog'dek ulug'vor, hatto Timurdayin so'q qurollar, yuraqdek etagan o'pgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Yo'qdan beruniylar binolar qilgan, Mashrabni mashhuru dunyolar qilgan, Husaynni Ibn Sinolar qilgan, Illoh so'zni o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Lekin bu hayotni sanchiqlaridan, qoqilsa ko'targan qo'ltiqlaridan, otadek ezilgan g'ussaga botsa, boladek quvongan yutuqlaridan, uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Halim topmadim undan halimroq, qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh, olim topmadim undan olimroq. Bola yuragida behasam tilsim, oddiy muallimda, oddiy muallim. Qiyoslashar oftobga sizni, nurlaridan olam serjilo, o'xshatarlar kitobga sizni, taratasiz borliqqa ziyo. Qiyoslarmush kimdir daraxtga, mevangizdan barcha totarmush, tosh otarlar uchirarmish goho, shundan ko'ngil lazzat toparmish. Siz o'xshaysiz xuddi onaga, tugamaydi mehringiz sira. Otaga ham o'xshab ketasiz, vujudingiz g'ayratga to'la. Buloqsiz siz degim keladi, musaffoyu zilolligi jam. Suv tutasiz o'tgan ketganga, taksiz tubsiz zoyi ketsa ham. O'xshatarlar hislatlaringiz, kimdir oyga, muschaga kim? Hech biridan to'lmayin ko'nglim, degim kelar Hazrat muallim. Bugun sizning yo'lingizga gullar poyandoz. Bugun dillar siz tomonga etmoqda parvoz. Sha'ningizga qancha ta'rif taqsin aytsak oz. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Hamisha sog'-omon bo'ling aziz ustozlar. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Hamisha sog'-omon bo'ling aziz ustozlar, ustozlar. Vatanning taqdiriga mas'ul insonsiz. O'z kasbiga doim sodiq
tayanch bo'lgan chin qahramonsiz. Sizga barcha ehtiromlar, gullaringiz so'zlar. Siz borsizki yashnab turar bu chaman bog'lar. Shogirdlarning kamoloti ko'nglingiz chog'lar. Xalqim bugun mehr bilan sizni ardoqlamin. Sizga barcha ehtiromlar, gullaringiz so'zlar. Bayramingiz muborak, aziz ustozlar. Hamisha sog'-omon bo'ling, aziz ustozlar. Assalomu alaykum. Fan va texnologiya universitetining talaba yoshlari hamda professor o'qituvchilari. Assalomu alaykum qadrli fan va texnologiyalar universiteti ilm fidoyilari, professor o'qituvchilar hamda ertangi kunimizning egalari, aziz talabalar. Bugun yuragimizda eng yuksak, muhtaram va mehr-hurmat uyg'otadigan kun. Bu kun ustozlarimizning bizning kelajagimizni yo'naltiradigan ajoyib bir ehtiromli kunlardan biridir. To'g'ri aytasiz Abdulbosit. Aytishadi-ku, dunyo ustozlar tufayli yashaydi. Ezgu orzular ustozlar tufayli ushaladi. Bugun bu so'zlarimiz naqadar haq ekanini yana bir bor his qilyapmiz. Aynan mana shu fikringizga qo'shilaman. Chunki har birimizning hayot yo'limizda mehribon bir ustozimiz bo'ladi. U kishi bizga dalda beradi va o'zidagi bilimni sabr bilan bizga o'rgatadi. Bugungi shukuhli bayramni yanada fayzli qilish uchun universitetimizning iqtidorli talabalari tomonidan tayyorlangan tadbir dasturimizni sizlarga taqdim etamiz. Bu kichik sovg'alar bizning sizlarga bo'lgan cheksiz ehtiromimizni bildiradi. Yana bir bor ustozlarimizni tabriklab, ularga sog'lik va salomatlik tilaymiz. Zero bizning ustozlarimiz vatanimizning kelajagini kamol topishda asosiy rol o'ynaydilar. Hurmatli ustozlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Sizlarga uzoq umr, tinchlik, ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Endi esa bayram dasturimizni boshlashga izn bersangiz. Albatta, endi esa dasturimizni boshlash uchun sahnaga Fan va texnologiyalar universiteti rektori Hamdamov Anvar Norvichni taklif qilsak. Marhamat. Sizlarning imtihoningizda ustoz degan sharafli nomni ulug'lab kelayotgan yurtimizdagi barcha insonlarni o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan samimiy tabriklayman. Imom al-Buxoriy, Ibn Sino, al-Beruniy, al-Xorazmiy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Bahovuddin Naqshband kabi buyuk allomalar ustozlardan olgan saboqlari tufayli buyuklikka erishdilar. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekistonning asosiy ustuni bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi deb bekorga ta'kidlamadi. Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur konsepsiya talablardan kelib chiqib, universitetimiz tanlagan yo'l ham oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlariga mos keladi. Uzoq istiqboldagi maqsadli vazifalardan kelib chiqib, universitetimizni rivojlantirish quyidagi ustuvor yo'nalishlar asosida amalga oshiriladi. Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, universitetda ilmiy tadqiqot
ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish, ma'naviy, ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar ta'sirchanligini oshirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyurtmachilarni faol jalb etish, universitet ta'lim tizimining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xalqaro miqyosda tanilishi va raqobatbardoshligini ta'minlash. Hozirda universitetimizda 8 mingdan ortiq talabalar tahsil olmoqda. 2025-26 o'quv yilidan e'tiboran xorijiy talabalarni qabul qilishga ham alohida e'tibor qaratiladi. Joriy o'quv yilida Xitoy, Ozarbayjon, Afg'oniston va Tojikistondan kelgan talabalar safimizga qo'shiladi. Bugungi kunda universitetimizda nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro maydonda ham nufuzini oshirish bo'yicha qadamlar tashlanmoqda. Turkiya davlatida universitetimiz rasman tan olindi va buni tasdiqlovchi yo'q tashkiloti guvohnomasi qo'lga kiritildi. Shu bilan birga universitetimizning Germaniyada tan olinishi va ushbu davlatning xorijiy universitetlar ro'yxatini yurituvchi ANABIN tizimiga kirish jarayonlari boshlangan. Bu yutuqlar bitiruvchilarimiz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Ular Turkiyada va Yevropaning yetakchi mamlakatlarida magistraturani davom ettirishlari, work and travel dasturlari orqali mavsumiy ishlashlari va hatto Germaniya ish beruvchilari bilan rasmiy mehnat shartnomalari tuzishlari mumkin bo'ladi. 2025-yil bahorgi semestrdan boshlab Turkiyaning 6 ta yetakchi oliy ta'lim muassasalarida talabalarimiz uchun almashinuv dasturlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, professor o'qituvchilarimiz ham Qora dengiz bo'yidagi mazkur universitetlarda stajirovkalar va amaliyotlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'tgan 3 o'quv yili davomida universitet mablag'lari hisobidan professor o'qituvchilarimizning o'quv qo'llanma va darsliklari chop etildi. Bizning maqsadimiz xalqaro mingtalikdagi universitetlar qatoriga kirishdir. Jamiyatimizda fidoyi ustoz va murabbiylarning ezgu xizmatlari tufayli yoshlarimiz har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetayotgani, fan va texnika, sport sohalarida katta marralarni qo'lga kiritayotgani barchamizni quvontiradi albatta. Tashkil etilganiga 3 yil bo'lganiga qaramasdan, universitetimiz bir qator yutuqlarni qo'lga kiritdi. Universitetimiz talabasi Zakovat terma jamoasi a'zosi Bahodir Anorov prezidentimiz tomonidan kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlanishi barchamizni xursand qildi albatta. Intellektual olimpiadaning respublika bosqichida universitetimiz jamoasi oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida faxrli birinchi o'rinni, talabalar teatr studiyalari, rektor kubogi, sport musobaqalarida, rektor stipendiyasi sohiblarini tayyorlashda 5 tashabbus olimpiadasida, kitobxon yoshlar ligasida, ma'rifat maydoni kabi ko'rik tanlovlarda nufuzli o'rinlarni egallashlarida siz ustozlarning beqiyos xizmatlaringiz ko'rinib turibdi albatta. Bugungi ta'lim tarbiya sohasida hurmatli professor o'qituvchilarimiz va talabalarimiz hayotida yangi davr boshlanmoqda. Bu davrni yanada chuqur, ma'no, mazmun bilan to'ldirib, milliy yuksalishga erishish faqat va faqat o'zimizga, shu yo'lda ham jihatlik bilan qattiq mehnat qilishimizga bog'liq. Biz xalqimizning eng katta boyligi, ya'ni farzandlarni bizga ishonib topshirganligini unutmasligimiz kerak. Va bu vazifani mas'uliyat bilan ado etib kelayotgan sizlar kabi fidoyi insonlar kelajak bunyodkorlariga har qancha tahsin va tasannolar aytsak arziydi. Haqiqatan ham talabalarni o'z farzandidek ardoqlab, yosh avlod tarbiyasi uchun ko'z nuri, qalb qo'ri, butun borlig'ini baxshida etadigan o'qituvchi va murabbiylar tom ma'noda fidoyi kasb egalaridirlar. Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo'ygan hozirgi kunda zamonaviy davlatlar qatorida munosib o'rin egallashi avvalo ilm-fan va ta'lim tarbiya sohasining rivoji bilan
Bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo'la olishimiz bilan uzvi bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Siz aziz o'qituvchi va murabbiylarning bergan bilim va tajribangiz, iste'dod va mahoratingizga suyanamiz. Agarda dunyoda imoratlar ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblar ichida eng sharaflisi o'qituvchilik va murabbiylikdir. Sizlarni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan yana bir bor tabriklab, barchangizga uzoq umr, baxt saodat, xonadoningizga fayz va baraka, barkamol avlodni voyaga yetkazishdagi ezgu ishlaringizga ulkan zafarlar tilab qolaman. Barcha samimiy tilaklar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va fursatdan foydalanib sizning ishtirokingizda ustoz universitetimizda taqdirlanishi kerak bo'lgan ustozlarimizni taqdirlab olsak. Talaba yoshlarga ta'lim tarbiya berishda o'zining fidokora mehnati bilan munosib hissasini qo'shayotganligi uchun 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Turaboy va Sitora Zokir qizi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Ortiq va Hamida Mahmud qizi Rivojov Sherzod Shodiyevich Otabekov Ulug'bek G'ayrat o'g'li va Nafisaxon Ibragimova Gulchehra Dahirovna Sharipov Baxtiyor G'ayikova Mahliyo Halimetova Ro'xatoy Davlatboyevna Safarov Javohir Ismoilovich Guldiroz qarsaklaringiz bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Safarov Javohir Ismoilovich barcha taqdirlangan ustozlarimizga guldiroz olqishlaringiz. Ko'pchina orasam
Yana bir bor barcha ustozlarimizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilab qolamiz. Bayraminglar muborak bo'lsin. Endi esa davom etgan holda konsert dasturimizni, tadbirimizni badiiy qismiga ham o'tsak bo'ladi, shundaymi? Albatta, biz bugungi ustozlarimiz bayrami uchun ajoyib bir tadbirni tashkil qilganmiz. Va endi navbatni universitetimizning iqtidorli talabalar qizlar ijrosidagi ajoyib bir raqsga bersak. Marhamat. Poyinda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Marg'ilon do'ppisi. Poyinda qolar Everest cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Surxon do'ppi, Anjom do'ppi, shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Surxon do'ppi, Anjom do'ppi, shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Shoir Chusti Mahmud polvon boshidan arimagan dillarga dildosh do'ppi. Shoir Chusti Mahmud polvon boshidan arimagan dillarga dildosh do'ppi. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'ppisi. Poyinda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Asli millat tojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Asli millat tojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Afriqayu, Ameriqayu har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Afriqayu, Ameriqayu har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'ppisi. Poyinda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Talaba qizlarimizga guldiroz olqishlaringiz. Munira, kayfiyatlaringiz qanday? Albatta a'lo darajada. Albatta shu kayfiyatda davom etamiz, chunki bu galgi tadbirimiz ajralib turadi. Ya'ni bu galgi tadbirimiz bizning ustozlarimizga atalgandir. Bu sahnada hozirda talabalarimiz, iqtidorli talabalarimiz tomonidan tayyorlangan tadbirlar bo'ladi. Va hozirda iqtidorli talabalarimizdan biri bo'lgan qo'shiqqa navbatni beramiz. Albatta. Rahmonali va Shahzoda. من به قرار
kechalarim bermozor benavo yorim suzmoqdaman malomatning bog'urog'ida qayerlardasan qaysi olamda qarama burma ora chora so'rama jonimni aytma pora kuydirma bo'laman mana chora laylimni so'r ana keladi nozli kamina qara ana holim masum vayrona ana keladi nozli kamina qara ana holim masum vayrona yo'qlasang bir bor nima bo'ladi dil bechora oxiri piyoda suzmoqdaman malomatning bog'urog'ida qayerlardasan qaysi olamda qarama burma ora chora so'rama jonimni aytma pora kuydirma bo'laman mana chora laylimni so'r ana keladi nozli kamina qara ana holim mazlum vayrona ana keladi nozli kamina qara ana holim mazlum vayrona Yana bir bor aytib o'tganimizdek, vatanimizning kelajagi ustozlarimizning bilimida kamol topadi. Ustozga keltirilgan ehtirom vatanga keltirilgan ehtirom bilan barobardir. Ustozlarimiz uchun Ilyos Yunusiy ijrosida ajoyib bir she'rga beramiz. Marhamat. Men baland va pirviqor tog'lar etagida o'sganman. Bizda maktabga borish uchun hamma kamida 2 qirdan oshib borishga to'g'ri kelardi. Bu yo'lda o'quvchilarga dadalari, muallimalarga esa erlari hamrohlik qilardi. Mana shu kunlarning birida boshimdan o'tgan bir voqeani so'zlab bermoqchiman. Kimnidir koyidi, chekkani uchun tortib olib qo'ydi gugurtini ham. Mashq daftarlarin yig'dida so'ngra bir sanab chiqdi. 7 daftar kam. Muallima butun sinfga baqira ketdi. Har gal shunday ahvol. Uyalmaysizmi? Kelasiz o'qishmas, qilish uchun sayr. Bu safar ham 2 qo'ymay turaman. Ertaga qolganlar topshir.
Xayr. Qish kuni. Bir tutam qorayganda qosh. O'tmak lozimdir qirdan. Eri ham kelmadi olib ketishga, ko'ngli sovdimikin? Vahim bosdi birdan. Hamkasb dugonasi qistovga tutib, tunab keting dedi. Kech bo'lib qoldi. Ko'nmadi. Qo'ltiqlab mashq daftarlarin uyga yolg'iz o'zi yayov yo'l oldi. Ovul tugab, endi qirga chiqqanda oqshom quyuq edi. Atrof zim-ziyo. Ortga qaytmoqchi ham bo'ldi. Bir o'yi, o'g'lim xastalanib qoldimikin yo? Yuragini battar vahima bosdi. Qamradi tundan ham battar bir qo'rquv, o'nqirmi, cho'nqirmi, o'rmiqir demay yana ketaverdi. Ketaverdi u. Shunda mudhish bir sharpani ilg'adi nogoh. Razm solsa qashqir qilardi taqib. Esladi yirtqichning qo'rqishin o'tdan, iziga bir daftar tashladi yoqib. Qashqir to'xtab qoldi. So'ng yana muallima o'ylab topgan olov qashqirga qarta ilojsiz sabr. Muallima yoqardi, qashqir to'xtardi, tin olar ikkovi har daftarda bir. Uyga yaqin qolgan vaqtda tugadi muallimada daftar, qashqirda sabr. Uvvos fig'on tutdi qishloqni tongda. Zamin aza ochdi, zamon yig'ladi. Daftar topshirmagan 7 o'quvchi hammadan ham ko'proq yig'ladi. No'noq nazmim uchun afu et xalqim. Na olim, na fozil, na so'z piriman. O'z vaqtida daftar topshira olmay qolgan bolalarning biriman. Men yaxshi bilaman. Tumor qilmaydi yozgan she'rlarimni oshiqlar. Men yaxshi bilaman, qo'shiqlarim jo'n, bilaman, bular bir oddiy mashqlar. Lekin ketmoqdasan kelajak sari, tab tortmay qismatning dasht cho'llaridan. O'zimcha asragim keladi seni yovuzlik, xiyonat qashqirlaridan. Men mashq bajaraman, yozaman har kun daraklar, so'roqlar xitoblarimni. Sen yo'l bo'yi yoqib tashlab ketaver. Qashqirlar qo'rquvchi kitoblarimni. Ilyos Yunusiga gulduros olqishlaringiz. Bu tadbir dasturimiz albatta hammani ko'nglidan joy olgan holda chiroyli o'tayapti degan umiddamiz. Axir bu tadbirimiz mo'tabar ustozlarimiz uchun atalgandir. Hozirda yana davramizga iqtidorli qizlarimiz tomonidan tayyorlangan Jamila raqsga navbatni beramiz. Marhamat.
xonim yomonlar doim dushman tomonlar falonchi yuradi desa nega mendan gumonlar jamila xonim yomonlar doim dushman tomonlar falonchi yuradi desa nega mendan gumonlar Go'zal qizlarimizga olqishlar bo'lsin. Go'zal va latofatli qizlarimizga guldiroz olqishlaringiz. Munira, xabaringiz bo'lsa, bizning universitetning quvnoqlar va zukkolar jamoasi bor. Ha, albatta, ular juda ham qiziqarli chiqishlar qiladi. Albatta, aynan mana shu javomimiz bizning saralash bosqichidan o'tib, quvnoqlar va zukkolar Premier Liga bosqichiga yo'llanma oldi. Va bu bilan ularni muborakbod etamiz va kayfiyatni ko'tarish maqsadida sahnaga universitetimizning quvnoqlar va zukkolar jamoasini taklif qilsak. Kutib oling, sahnada 5 daqiqa jamoasi. Gülbürüp devre daşını Yeller seypamış saçını Yeller seypamış saçını Hanı bakkallar başını Min senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Assalomu alaykum. Ya bolalar gap bo'lishi mumkin emas. Tarkib zo'r turibdi. Kamandaga yengib ololsanlar. Aka, ehtiyot bo'lasiz. U bola sal erkatoyroqda, aka. Ha, erkatoymi? Yig'lab qoladi. Men ham yoshligimda erkatoy bo'lganman. O'zim erkalashni zo'r bilaman. Mana. Voy, mana shirinligini qara. Achi. DJ menga qara, trend qilayotganim yo'q. Bolani o'ynatyapman. Qay shirin. Shu DJ jonga tegdi bor. Almashtiraylik. Almashtiramiz. Va 500 ming bilaman. Bu o'tirasanmi? Bo'ldi, kelishdik. Bolalar mana sahna ko'p muxlislar yig'ilibdi. Shu muxlislar ichida bitta sevgan qizim bor. 2 og'iz dilimdagi gapni aytsam maylimi? Recuerdo que al llegar me miraste. Nargiz, bilasanmi? Seni shu darajada sevamanki. Ey, jinni, bu meni gapim, meni rolim bu. Siz rolingizmi? Uzr. Aziz aka, bilasizmi? bolalar, bugun konsert. Hammani hayron qoldirishimiz kerak. Hayron qoldirishimiz kerakmi? Mana men hayron qoldiraman. Men homiladorman. Ona akani qara hayron qolganda. Banan yegim keldi. Hazırlaştım. Yana bir statistik ma'lumotlarga qaraganda hot dog vatani Amerika ekan. Hot dog yegim keldi. Hazırlaştım dedim o. Bolalar, bugun konsert men Ilyos akamga hazır qilaman. Menga qara, sen kimga hazır qilasan? Ilyos akamga. Ilyos akamga hazır qilishingga hali ancha bor. Men nima deyapsan? Meni butun universitet taniydi. Men Premier Ligaga chiqqan. Menga qara, sen bu yoqqa kel. Dadangga telefon qilib ber. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim edi bu? Men Samandarda o'rtog'iman. Qaysi Samandar? Menga qara, sen dadang tanimayapti-ku. Voy, menga qaranglar, mana ustozlarimiz kelibdi. Ustozlarimizga ajoyib sovg'a olib kelganman. Ha, olib chiqinglar. Hoji aka, sizga bundan kattasini topa olmadim. To'xtang, siz nima qilyapsiz? Tez qayting joyga. Trend kerak emas. Qayting. Qaytish kerak. Ija sensiz yotaman. Seni Menga qarang, shu
Parvoz akam ko'rmayapti komandada. Parvoz hozir borku, universitetda eng katta ishchi bo'lib ketgan. Yo'q-ku. Ha. Kim bu? Tanimadingmi? Yo'q. Mobil Lolo-ku. Voy, jinni mobil Lolo emas-ku bu. Sen o'zi ko'rganmi Mobil Loloni? Ha, ko'rganman. Hech ertalab uyg'ongan payt ko'rganmisan? Yo'q. Hech bez makiyaj ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmadim. Voy, mana o'xshaydi. Ya xo'p, mobil Loloni bildim. Bu kim? Massa. Menga qarang, sahnaga chiqyapsiz. Kimsiz siz? Tanimadim. Men fermerman. Mana uni qara. Tuyturman deyishga uyalib fermerman deb boryapti bular. Men qalari sen va men ustidan kulmalaring. Ha. Men hozir Twitterlar ish juda ham ko'payib ketgan. Men Twitterlar biladi, to'g'rimi? Va Twitterlar bor, ish shunaqa ko'pki, hozirgi paytda bor, umuman tinmayapmiz biz shuni aytsalar. Kim mal deyapsan, ha? Hozircha faqat jo'rabani aldab yuribman. Shunda sen hozir universitetdagi hamma gaplarni yetkazasan-da. Men senga zamda ekanman demadim, Twitterman dedim. Aya qara, yoshlar bilan ishlaysan, to'g'rimi? Ha. Yoshlar hozir ijtimoiy tarmoqqa hammasi kiryapti, to'g'rimi? Ha, Bir kuni bir ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, bir yosh katta ayol, voy qiz bola 18 yoshida bokira bo'lish kerak deb uyalmay o'tiribdi-da. Sen ham shu gapni hozir uyalmay aytding-da. Ha, bular ham uyalmay eshitib o'tiribdi-ku. Demak, shuni yuqori kayfiyatda biz qiz sahna ko'rishi boshlashdan oldin shuni rektor oldiga kirganimizda, rektor bizga qarab, "Menga qara, o'sha kuni ajratgan pulimni nima qillaring?" degan paytda bizni rektorga aytgan gapimizdan boshlamoqchimiz. Kreditni menga kalba soldim 1 kilo. Ketdi! Navbatdagi sahna ko'rinishi o'ng qo'l yoq askar. Qana, tekislan, rostlan. Sayfiddinni bir qadam oldinga. Men Ko'ramiz, 2 oylik chaqaloqni xichoq tutib qolsa qanday bo'ladi? Cho'ta dadam haqqini yeb qo'ydimmi deyman-da. Qani bo'ybaslaring yaxshi, qani qo'llaringni qilaringchi. Balara ko'ra, balara. Qani balara. Ha balla. Kelinni tushib ekan, baqirmagan. Ha balla. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz universitetimiz qorovulning bir ish kuni. nima qidiryapsiz? Nosingiz yo'qmi? Voy boshim aylanib ketdi. Voy shimim tushib ketdi. Ko'ramiz, universitetimizning qaysidir xonasida bo'lgan holat. Voy, menga qara. Men Ilyos aka borku, senga qarayapti. Men senga qarayapti. Yo, menga qarayapti. Menga qarayapti. Menga qarayapti. Menga qarayapti. Endi shu holat 10 daqiqadan keyin. Farruh aka senga qarayapti. Senga qarayapti. Senga qarayapti. Tu me dis pas les choses. Allô, elle dit choses de paro.
Nodir akam mumkinmi? U endi oramizda yo'q. Kretinchi tramvay urib ketgan. Hammamiz chol va sholg'am ertagini bilamiz. O'sha chol va sholg'am ertagi bizning talqinimizda. Ey, yaxshi o'tiribsizlar. Sholg'am o'sib qolibdi-yu, qani bir yurish kerak-da buni. Ay, belam chatoqda kampir. Labbay chol, xo, keldim. Menga qara, sholg'am o'sib ketdi-da. Kel oldin ochib qo'ylik. Menga qara, men sholg'am yordam berib tortishga menga. Bo'ptimi? Bo'l. Ushadim kampir. Ushadim chol. Ya, kuchimiz yetmas ekan. Qo'shni chaqiramiz, ha? Qo'shni! Ey, assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'sha qarichilikda endi nima deysiz? Menga qarang, sholg'am tortib yuboring. Bo'ldi. Men kuchimiz yetmayapti. Bo'l. Ushadim kampir. Ushadim chol. Ushadim qo'shni. Nimadir nitoda? Ha? O'sha joylanmash oilada. Ha, joyimiz almashadi. Ha, o'sha joyimiz almash oling. Bo'ldi, xo'p. Aha, tortamiz, ha? Endi tortamiz, ha? Ha, bo'l. Ushadim qo'shni. Ushadim qo'shni. Ya nimadir nitoda? Nima nito? Siz oldiga o'ting-da. Ha, men oldiga o'ting-da. Endi ishlaymiz. Endi yaxshi? Ha, endi yaxshi. Ha, bo'ldi. Ushadim qo'shni. Ushadim qo'shni. Nimadir neto? Ya, cho'tki hammasi. Torting. Rahmat azizlar. Biz chiqishimiz so'nggina nima demoqchimiz? Bugun bularning bizni ko'rsatgan narsalarimiz hammasi hazil edi. Agar kimdir dilini og'ritgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Biz aksincha sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun sahnaga chiqqanmiz. Bugun ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustoz murabbiylarni jamoamiz nomidan tabriklab qolamiz. Baxtimizga har doim sog' salomat bo'lib beradi. Besh daqiqa jamoasi. Erken seni erkelayip kaçmagin. Sıluvsan ki sırların köp. Guldiroz Sakila, universitetimizning 5 daqiqa jamoasi. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, assalomu alaykum ustozlar, yaxshimisizlar? Bayraminglar muborak bo'lsin. Ustozlarimizga bitta guldiroz qarsakinglar, o'quvchilarimiz. Kayfiyatinglar yaxshimi? Albatta QVZ jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarni xursand qilish maqsadida oz fursatda tayyorgarlik ko'rishdi. Sizlar kayfiyatingiz qanday? Kayfiyatimiz a'lo darajada deyilasiz. Kayfiyat zo'r, ha? Xo'p, siznikichi? Sizga ham yaxshi. Xo'p, hozir men sahnaga taklif qiladigan insonimni o'zim chiqib taklif qilgim keldi. Xabaringlar bor, hozir bu yerda ko'proq birinchi kurslar bo'lsa kerak, ustozlarimiz bilishadi. Har yil kelgan o'quvchilarimiz orasida eng iqtidorli talabalarimizni, sahnaga chiqadigan talabalarimizni albatta hamma sharoitlarni qilib bergan holda sahnaga olib chiqamiz. To'g'rimi ustozlar? Bunga guvoh bo'lgansizlar. Bu yilgi kelgan birinchi kurslarimiz ichida ham ishoning juda ham kuchli talant, iqtidor egalari bor. Men ularni orasidan bir donasini hozir taklif qilmoqchiman. Men o'zim xursand bo'ldim va qoyil qoldim buni ovoziga. Qarshi oling. Albatta qo'llab-quvvatlab turasiz. Sahnada Ruslan Bezmenov kuylaydi. Marhamat Ruslan. Guldiroz qarsakinglar. Xursandman seni ko'rganimda, haliyam o'sha shirin tabassum. Esingdami o'sha so'nggi qadam? Senga darding men esa qolganda mahzun. Xatolarimiz yo'qdi ko'z yoshlar. Axir o'tdan necha mavsum yillar. Bilganimda balki kutmas edim, qaytmasliging bilsa qo'yib bormas edim. Mayli meni delbadel yo'q xasta bechora, seni ahvolda deb yuragimdan so'ra. Mayli bir delbama
aqldan o'zgan o'zidan kechib bir senga ishongan telbaman hamma narsaga vaqtavo derlar negadir men bu davomas jazo sen aytarding sizdan kechmayman deb balki shunga ishonib qoldim bevafo aslida esa har xil ekanmiz balki shunga uzoqdamas bilganimda balki kutmas edim qaytmasliging bilsam qo'yvormas edim mayli meni telba-del yo'q xasta bechora sen neh bo'ldi deb yuragimdan so'ra mayli bir telbaman aqldan o'zgan o'zidan kechib bir senga ishongan telbaman 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 bir senga ishongan telbaman telbaman xursandman seni ko'rganimda haliyam o'sha shirin tabassum esingdami o'sha so'nggi qadam sen ketarding men esa qolgandim mahzun. Спасибо большое. Я хочу для начала всем поприветствовать. Здравствуйте, меня зовут Руслан Безменов. Я хочу поздравить вас от души с этим прекрасным праздником 1 октября, День наставника и учителя. Поблагодарить всех за то, что пришли сегодня на этот прекраснейший день, вечер, праздник. Я надеюсь, следующая песня вы знаете все и поможете мне ее спеть. Birgalida o'ylayman, что birga aytamiz shu ashulani. Yomg'ir yog'ardi tinmay sevgilimdan xabar olib mayli yomg'ir yog'aver sevgilimdan xabar olib yomg'ir ayting sen menga nega xayolim faqat unga nega o'ylayman faqat ona meni yolg'iz sevgilim nega o'ylayman faqat ona meni yolg'iz sevgilim eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab seni yuragimda qayg'u aytgin menga sevasanmi sen meni aytgin menga aytgin sevgilim aytgin menga aytgin sevgilim nahot unuting meni
unuting menga aytgan so'zlaringni baribir seni oldinga shoshilaman chunki seni juda sevaman baribir seni oldinga shoshilaman chunki seni juda sevaman eslab seni qiynalar qalbimni o'ylab seni yuragimda qayg'u aytgin menga sevasanmi sen meni aytgin menga aytgin sevgilim aytgin menga aytgin sevgilim aytgin sevgilim aytgin sevgilim aytgin sevgilim aytgin sevgilim. Спасибо большое. Спасибо. Ruslan Bezmenov, bitta kudros qarsakiylar. Qoyilman, to'g'risi o'zim mazza qildim. Birinchi kun repetitsiya qanday qoyil qildi haqiqatan. Albatta sizlarni ham qoyil qoldirishiga ishonardim. Kelgusi konsert dasturlarimizda ham yuqori kayfiyatda chiqib qolasiz degan umidamiz. Ruslan Bezmenov, tashakkur. Rahmat. Xo'p. Endi nima qilamiz? Endi esa biz ustozlarimiz uchun atalganligi uchun navbatni universitetimizning iqtidorli talabasi ijrosidagi ajoyib bir monologga bersanglar. Xo'p, bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ustozni hayotiy, har kunlik hayotini bir tahlil qilib chiqdik-da. Ustoz shunaqa inson ekan. Ayniqsa ayol ustozlarni biz ko'proq tahlil qilishga harakat qildik. Ularga yuk ko'proq tushar ekan. Ular oiladagi muammosi, farzandi kasalmi, o'zini betobligi bormi, qanaqadir muammolari bormi, ular ko'proq ichiga yutishga harakat qilar ekan erkaklarga nisbatan. Shuning uchun biz hozir sahnaga chaqiradigan talabamiz Nozima ijrosida ustoz monologini Guldiroz qarsakiylar bilan birga tinglasak. Marhamat, qarshi oling.
sahnamizga taklif qiladigan xonandamiz. Bizning universitetning tadbirlarini bu san'atkorsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Qisqa fursatda universitetimizning suyukli xonandasi bo'lib ulgurgan xushovoz xonanda Zumrat Rustamovaga navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar, hammalaringizni bayramlaringiz bilan tabriklayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi keyingi qo'shig'imizni hali aytmaganman bu yo'nalishda. Sizlarga bir boshqa yo'nalishda qo'shiq aytib bermoqchiman, agar ruxsat bersanglar boshlasak. Bahorın asos, daştlarning lola vaqti, yangrab uchar
Qayting, bu yoqqa keling. Xo'p, bildagi biroz qaldaginglar. Zumrad taniysizlar, ha? Albatta, tez kunlarda yangi sizlar biladigan O'zbekistondagi katta loyihalarda kutib qolamiz, to'g'rimi? Biz universitetimizdan, biz talabalarimiz orasidan mana shunday iqtidor egalari bor. Biz alohida sizlarga ko'rsatyapmiz. Chunki bugun sizlarga albatta rahmat ustoz, mana e'tibor. Tashakkur. Zumrad, men sizni to'xtatganimning sababi o'zi jonli aytyapti, bildinglar, ha? Kutaman degan joyi bor-ku, kutaman qo'shig'ini avjini bitta qaytarib bering boshqatdan. Rayhonni tebratsa shamollar, gullarga beraman savollar. Kechiring ey sohib jamollar, kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Tashakkurlar, bu joyni alohida qaytardim. Rahmat sizga kattakon, salomat bo'ling. Mana shu qo'shiqni tez kunlarda O'zbekistondagi eng mashhur loyihalarda Zumrad Rustamova tomonidan tinglab qolasizlar degan umiddamiz. Ilyosxon aka, hamma talabalarimizdan qo'shiq eshitdik. Endi esa sizdan ham bitta qo'shiq eshitsa. Xo'p, endi ustozlarimiz barchalarini raqsga taklif qilsak, nima dedinglar? Maylimi? Kayfiyatinglar zo'r, bilamiz albatta. Bugungi sizlarga tayyorlagan tadbirimiz albatta yoqdi degan umiddamiz. Biz sizlarga ozgina bo'lsa-da bizni e'tiborimizni qabul qilgaysizlar, xursand qila oldik degan umiddamiz. Xo'p, endi barchalarni raqsga taklif qilamiz. Sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Marhamat ustozlar. Qara kırmızı canay Fransız kızı. 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 Raşat sözü on geri cetvesi devlet veri. Raşat sözü on geri cetvesi devlet veri. Manin tek sen eseri tek edirem dur kızı. Manin tek sen eseri tek edirem dur kızı. Qara kırmızı canay Fransız kızı. Qara kırmızı canay Fransız kızı. Marhamat ustozlar, barchalarni davriy taklif qilamiz. Çok. Bayraminglar muborak bo'lsin. Bir yar var hacının onladı gülnar idi. Bir yar var hacının onladı gülnar idi. Yüzü aydan da güzel, göz kaşı kapkara idi. Bu mahni yazanın da canıma ilgar idi. Bir yar var hacının onladı gülnar idi. Bir yar var hacının onladı gülnar idi. Yüzü aydan da güzel, göz kaşı kapkara idi. Bu mahni yazanın da canıma ilgar idi. Sanımanmışan vakti açlamışam bilmemişem. Hala da intiyan heyecan uzumam gelmemişem. Aziyat çekme gitme instituta olmamışam. Nazimizdirne imtihan papalın gül balası. Nazimizdirne imtihan papalın gül balası. Gez olan kafe restoran papalın gül balası. Gez olan kafe restoran papalın gül balası. Papam olmayıp seni can papalın gül balası. Papam olmayıp seni can papalın gül balası. Telli telli ay kız, ay şirin telli ay kız. Anan sanıma vermez, ben indimam kılay kız. Ay telli telli ay kız, ay şirin telli ay kız. Anan sanıma vermez, ben indimam kılay kız. Dağda dumam olanda, sarı sumuz solanda. Güzel elçi günde
günleri 15 yaşar olanda dağda duman olanda zarı sumbuz solanda güzel ilçi günleri 15 yaşar olanda ay telli telli ay kız ay şirin telli ay kız anan sanımağa vermez manen dımam kılay kız ay telli telli ay kız ay şirin telli ay kız anan sanımağa vermez manen dımam kılay kız. Sen şiirin sözüne maneyrana esmira Sanın kara gözüne man kurbanam ay esmira Sen şiirin sözüne maneyrana esmira Ulram aman, yanram aman, sevram aman esmira Ulram aman, yanram aman, sevram aman esmira Esmira, şirin dilli şirin sözlü esmira Kara gözlü gülen yüzlü esmira Şirin dilli şirin sözlü esmira Seni ceyran bakışın çallar alar ey esmira Seni ince gülüşün tekinde var esmira Seni ceyran bakışın çallar alar ey esmira Seni ince gülüşün tekinde var esmira Şirin dilli şirin sözlü esmira Kara gözlü gülen yüzlü esmira Şirin dilli şirin sözlü esmira Tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Ustozlar bayraminglar muborak bo'lsin. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Yana bir bor ustozlarimizni tabriklab, ularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilab qolamiz. Sizlarga bardavom sog'lik, tinchlik, osoyishtalik tilab qolamiz. Kattakon rahmat. Shuning bilan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Talabalarimiz bemalol harakatlansanglar bo'laveradi. Ustozlarimizga birozdan keyin ustoz gapingiz bor-a? Xo'p. Bor ekan. Marhamat. Muhtaram professor o'qituvchilar, bayram tadbiri tugagani yo'q, hali davom etadi. Shuning uchun ketmasligingizni so'rab qolar edik. Marhamat qilib kafedra mudirlarini taklif etamiz. Isayeva Nargiza Hamidovna. Kafedra mudirlari kelaveramiz. Nargiza Zuhriddinova. Ustozlarimizni guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat. Akrom Ulug'bek. Xonnazarov Elyor G'ofurovich. Yakubov Rauf. Guldiroz olqishlaringiz bo'lsin. Yana bir bor ustozlarimizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilab qolamiz. Oshxonaga kirish
tanishlarini aytaylik. Muhtaram professor o'qituvchilar, marhamat qilib universitetimiz oshxonasiga taklif etamiz. Har bir o'qituvchiga e'tibor berganmiz. O'qituvchilarimiz soni ko'p, shuning uchun ham taqdirlashni davom bor demoqchiman. Hammangizni oshxonada kutib qolamiz. Universitetni muhtasham restoranda kutib qolamiz. Marhamat. Rahmat ustozlar, salomat bo'linglar. Bayraminglar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.